Assalomu alaykum dunyodoshlar. Bismillahirrohmanirrohim. Hozir soat 3:30. 13-noyabr 2025-yil. Men sizlarga hozir Allohning suyuk bandalariga ishora bo'layotganligi haqida so'z yuritib beraman. Bu Allohning san'ati, mohirati bo'ladi. Allohning san'ati va mohiratini tinglang qanday bo'lishini. Chunki bu adabiyotga, ma'rifga, tarixga yangilik bo'ladi. Hali bunaqa narsalar hali hech yerda yozilgan yo'q. Faqat Allohning Mutadrab kitobida yozilgan edi. Mana siz uxlamoqdasiz. Tushingizda do'stingiz bir kitobni, misol Qur'on kitobni yoki bo'lmasa delavoy odamlar bo'lsa, bir pachka yevroni stolingiz ustiga taq etib qo'ydi. Ana shu paytda siz uyg'onib ketdingiz. Nima taqilladi deb bir qarasangiz, ko'cha tomonga qaraysiz, albatta nima taqilladi deb. Tushingizda ko'rdingiz, u sizni do'stingiz kelib stol ustiga taq etib Qur'onni qo'ydi yoki bo'lmasa delavoy odamlar bo'lsa bir pachka yevroni qo'ydi. Ana endi shunda siz uyg'onib ketdingiz. Endi tush bu o'lik. O'lik bilan hayotni farqini bir soniya, oniy daqiqaga to'g'rilab qo'ygani Allohning qudrati, san'ati bilan mohirati bo'ladi. Ana siz tashqariga qaradingiz. Qarasangizki, qo'shningiz mashinasini yurgizib, eshigini ochib, keyin yana taq etib yopgan payti sizni Allohning suyukli bandasi bo'lib turganingiz paytda sizga o'sha taqillatib qo'ygan Qur'on kitobni yoki bo'lmasa o'sha yevroni, bir pachka yevroni shu hayotdagi voqea bilan sekund oniy daqiqaga to'g'rilab qo'ygani isbotlab beryapti. Bu oniy daqiqada to'g'rilab qo'ygani mohirati bo'ladi va san'ati bo'ladi sizga ko'rsatayotgan narsa. Bir xursand bo'ldingiz tushingizda. Lekin hayotingizda tasdiqlandi. Ko'ryapsizmi? Mana buni Allohning san'ati bilan mohirati deydi. Ana shuni endi ozgina davom ettiraylik hayotda. Erdo'g'an Karimovni nihoyatda juda yomon qattiq aldadi. Birinchi aldagani u Siro kelishib qo'ygan. Bu Karimov nima qilar ekan? Kim bilan endi chet davlatlar bilan qaysi biri bilan aloqa qiladi ekan deganda Karimovni fikriga solgan edi. Shu men tushunadiganroq odamlardan bittasi shu turklar, Turkiya deb o'shani boshlig'ini qabul qilgan. Unda Erdo'g'an yo'q edi. Unda boshqa prezident edi. Ana shu u juda ham berilgan, sotilgan, AQShga sotilgan prezident edi u. Kelib bu yoqdan buyruq berdiki, sen elchilarga aytdiki, sen borib Karimovni oldiga kirganda turk millatini tanla. Bu ham tarjimaga siz tushunib turasiz. Rost yolg'onligini aniq bilib turasiz degandan keyin u shunga fikriga soldi mana. Parvardigorimiz Mirziyoyev fikriga soldi. Ana ularni tanladi, keyin chaqirib oldi elchixonadan.
senlar menga yordam berib turasan dedi. Darhol elchi shipillab xonasiga bordi-yu, so'ruvga zuvand qildi. U Tursiyaga zuvand qildi. Tursiya so'ruvga zuvand qildi. Ana shundan keyin nimalarni o'rgatdi? O'sha paytda borib turib, u elchilar nima dedi? Ozarbayjonda bo'lgan elchilar bilan O'zbekistonda bo'lgan elchilar birga o'tirib turib shunday dediki, Ozarbayjon xalqida shishmalik vardır dedi. Bu maqtanchoqroq deyapti Ozarbayjonlar. Hovliqmaroq deyapti. O'pkasini qo'ltiqlagan odamlar deyapti. O'zbeklarda shishmalik yo'qdir dedi. Ana bu gaplari to'g'ri bo'ldi yoqqa borib aytgan gaplari. Lekin u yoqda o'rgatdiki, endi ajrab chiqqandan keyin xuddi Rossiyani Facebook'iga o'xshatib, bu yoqda DXX degan davlat xavfsizligi degan tashkilot paydo qilsin dedi. Ana shularni biz qo'lga olamiz dedi. Ana undan keyin DXXni tashkil qildi. Ana undan keyin bu yoqda ishni boshladi. DXX degandan keyin u mudofaa ham unga qo'shiverdi. Mudofaani ham qo'shiverdi. Demak, butun O'zbekistonni hammasi DXXni qo'lida bo'lib qoldi. Ana undan keyin ular sekin ishni boshladi. Dollarni DXXdan bitta odamini tovib turib, bitta odamini gaplashib turib, o'sha bilan muomala qiladigan bo'ldi. U payt hech kim bu nima bo'lishini, bu oqibat nima bo'lishini hech kim bilmagan. Xo'p degan. Ana undan keyin orada bular bu yoqda boshlagandan keyin, bunaqa ishlar bo'lgandan keyin portlashlar boshlanib ketdi, gumbur-gumburlar boshlanib ketdi. Haligi bir o'g'ri ishini yuritish uchun DXX aniga ichki ishlarning ichidan bitta odamini topib oladi. Odamini topib pul berib shunga o'rgatib oladi-da, ana undan keyin u qo'rqmasdan O'zbekistonda o'g'irlik qilaveradigan bo'lib qoladi. Chunki ichki ishlar ichida o'zining odami bor. Xuddi bu narsa ham xuddi shuni o'ziday bo'ladi. Chunki DXXni ichidan bir odamini topdi, o'sha yoqqa bordi, bo'ldi, ish pishdi. Endi ishni boshlaymiz deydi. Ana undan keyin ishonch hosil qiladi. Isbot dalillarini qiladi. Joylashganini qanday isbot dalillar qiladi. Ular portlatishdan boshlaydi. U yoqqa turib televideniyada ko'radi. Bu YouTube'lar yo'q edi u paytda. Qora bilan tortilganmidi, shunaqa edi. Qora parda tortib qo'ygan. Nobahor Imomova O'zbekistonda inson huquqi paymol qilingan deb so'z boshlagan edi. Shu bittagina YouTube'ni qora parda bilan tortib qo'ygan ekan. Mana bular hammasi xuddi oldingida aytganimdek Allohning mohirati san'atiga kiradi bular hammasi. Aldanishlar, hushyor bo'lishlar, kelajagini bilishlar, hammasi Allohdan. Hammasi Allohdan bo'ldi shu tariximizdagi bo'lgan. Hozir ham bo'lyapti mana. Chunki bu yerga sinov uchun tushirilgan insonlar, hammasi sinov uchun tushirilgan. Qayta tarbiyalaydigan joy bu yer. Mana shu dunyo. Mana shu yeri zamin dunyosi. Mana sizlarga Allohning san'ati, mohirati bo'ladi, mana shular hammasi bo'layotgan narsa. Endi mana hozir shu kunga kelib, shu paytgacha Rossiyada Putin shunchalik anaqa bo'lib o'tirgan ediki, hayajonda qanday tinchitish mumkin? Oxiri mana
o'zini vatanini tinch edi, Amerikani qo'lga oldi, Ukrainani qo'lga oldi, endi Belarus tayinlab tozalash boshlandi. Mana halol davlatlarda bular, bilyapsizlarmi? Bu Rossiya qadimdan halol davlatlar. Rus millati halol davlat. Ular nima dedi? 15 ta respublikani qo'shilib bu urushda, ikkinchi jahon urushini yenggan davlatni oxiri bu yoqqa kelib nima qildi? U o'zini Gitleri, Amerikani tanlab olgan Adolf Gitler AQShni yugurtagi edi. Uni buyrug'i bilan ish qilgandi. Otasi bo'ladi, Gitlerning otasi AQSh bo'ladi. Mana shunda 15 ta respublikani tayyorlab qo'ygandi. Shular hammasi urushda ikkinchi jahon yordam beradi deb. Ana ularni keyin bular kirib borib, Afg'onistonda sun'iy urush hosil qilib, ko'hna orollarni egallab olib, ana undan keyin bu yoqda tobutlarga solib dollarni jo'natgandan keyin mana bu yerda davlat to'ntarishi bo'lishlari hammasi yana o'zini ichidan bosqinchi bu degan so'zlarni ma'rifga tarqatib, ruslar bosqinchi deb chiqdi. Qanaqasiga bosqinchi bo'ladi? Buni ichidagi u Beriya seriyalarida bosqinchi. Undan keyin Gitler Ivanov paydo bo'ldi bosqinchi. U Yekaterina vaqtda Anglijan fransuzlardi. Ana uni butun 40 gektardan yerlarni sotib olib egallayotgan paytda. Hozir ham mana yerlarni sotib olish investitsiya degan ko'z bo'yamachilik maskasi bilan yerlarni sotib olish boshlanyapti-da. Mana ularni bilish kerak, mana ularni sezish kerak, e'tiborga olish kerak hammasini. Bu sinov joy. Sinalgan gap o'zini bandalarini sinayapti Parvardigorimiz. O'z mohirati, san'ati bilan. Mana buni yaxshilab tushunish kerak. Bu yerda kim aybdor bo'lyapti? Nima bo'lyapti? Bu Rossiyada Dzerzhinskiy degan chekist bor edi, bitta yakka yagona. Ana u juda ham o'tkir edi. Oldindan oqibat nima bo'lishini bilib turardi. Ana shunday insonlarga o'xshagan insonlar chiqishga yo'l qo'ymaydi g'arbliklar. Chunki bularning manfaatiga, o'g'irlaydigan narsasiga to'g'anoq bo'ladi. Kimlar bo'ladi? Jurnalistlar, deputatlar, yozuvchilar, shoirlar. Mana Abdulhamid Cho'lponni rasmlarini olib qo'ygan. Bular yopishtirib qo'yinglar dedi shularni. Hammasini dedi o'sha Usmon Xo'jayev va boshqalari ham yo'ldoshlar hammasini yopishtirib. Mana endi 21-asrda o'sha cho'lponlarni boshiga tushgan kun senlarni boshingga tushadi degan ma'noda shularni bizga yopishtirib qo'yib, o'zimizga ko'rsatib, o'zimizga doston qilib gapirtiryapti. Mana bunday bo'ladi. Ko'ryapsizlarmi qanday oqibatlari? Inson yaxshilab tushunish kerak. Mana bunday yo'llarni hali san'ati, boshqalar mohiratlari hali ko'p aytiladigan gaplar. Haqiqat Qur'onda, Qur'onni yo'q qilmoqchi bular.